Assalomu alaykum qadrli teletomoshabinlar, aziz o'quvchilar. Respublika Ma'naviyat va ma'rifat markazi bilan hamkorlikda O'zbekiston tarix telekanali orqali tarix darsi ko'rsatuvini boshlaymiz. Moziyga qaytib ish ko'rmoqlik xayrlidir, degan edi jadidchilik harakati namoyandalaridan biri Abdulla Qodiriy. Zotan bu davrda qoloqlik, botqog'iga botgan xalqni uyg'otish, bosqinchilarga qarshi kurashishning birdan bir yo'li tariximizni anglash va milliy o'zligimizga qaytish edi. Bugun darsimiz orqali sizlar bilan o'tgan asrning boshlarida katta siyosiy kuch sifatida maydonga kelgan jadidchilik harakati va ularning xalqimiz hayotida tutgan o'rni haqida gaplashamiz. Darsimizni quyidagi 4 ta reja asosida olib boramiz. Jadidchilik harakatining paydo bo'lishi, jadid adabiyoti siyosiy g'oyalar targ'ibotchisi, ta'lim tizimining yangilanishi, matbuot siyosiy kuch sifatida. Jadidchilik 19-asr oxiri, 20-asrning birinchi choragida Markaziy Osiyo, Qrim, Kavkaz, Volga bo'yi hududlarida shakllangan yangi zamonaviy maktab, matbaa va taraqqiyotning ilg'or usul va yo'llarini yoqlab chiqqan ijtimoiy ma'rifiy harakat sanaladi. Jadidchilikni shakllantirishda ko'plab millat ziyolilari faol qatnashgan. Jamiyatni o'rta asrchilik illatlari, madaniy qoloqlik va mustamlaka zulmidan, xurofotdan ozod qilish, xalqni zamonaviy taraqqiyot yo'liga olib chiqish, milliy davlatchilik asoslarini bunyod etish jadidchilik harakatining asosiy maqsadi edi. Turkistondagi jadidchilik harakatiga Behbudiy, Munavvar qori, Fitrat, Cho'lpon, Pahlavon Niyoz Hoji, Abdulla Avloniy, Hamza Hakimzoda, Abdulla Qodiriy, yosh buxoroliklar, yosh xivaliklar tashkiloti rahbarlari boshchilik qilishgan. Bu harakat o'zining mazmun mohiyatiga ko'ra 19-asr boshida mavjud bo'lgan diniy islohotchilikdan farq qiladi. Ogohiy, Nodira, Ahmad Donish, Turdi, Mahmur, Furqat, Muqimiy kabi ijodkorlar mansub bo'lgan avlodning qarashlari asosan ma'rifatparvarlik tamoyiliga tayanar edi. Jadidlar esa nafaqat ma'rifat, balki jamiyat hayotining barcha sohalarini isloh qilish, mavjud tartiblarni o'zgartirish yo'lidan bordilar. Jadidchilik harakati rivojini 3 bosqichga ajratish mumkin. 19-asrning 80-yillar oxirida mamlakatimizda jadidchilik harakati paydo bo'lib, bu jarayon Birinchi jahon urushigacha davom etdi. Butun mamlakat bo'ylab ko'plab jadid maktablari faoliyat olib bordi. Shuningdek, matbuotchilik, noshirlik, ilm-fan, adabiyot, madaniyat, ma'rifni milliy asosga ko'chirishga intilish kuchaydi. Ikkinchidan, Birinchi jahon urushi Rossiya imperiyasidagi ahvolni yanada murakkablashtirib yubordi. Uning hududida siyosiy harakatlar kuchayib ketdi. Bu davrda jadidchilik o'ta ijtimoiy siyosiy ahamiyat kasb etib, uning g'oyalari asosida siyosiy partiyalar tuzildi. Uchinchidan, 1917-yil oktyabrida Rossiyadagi davlat to'ntarishidan keyin Qo'qonda Turkiston muxtoriyati tuzildi va 70 kun yashagan davlat bolsheviklar tomonidan zo'ravonlik bilan yo'q qilindi. Muxtoriyat rahbarlari uni e'lon qilishda ishtirok etgan yoki unga xayrixoh bo'lganlar ham badarg'a va quvg'in qilindi, qatag'onga uchradi. 19-asr oxiri, 20-asr boshlarida ijtimoiy tarixiy voqelik va jadid taraqqiy parvarlarning siyosiy va madaniy ma'rifiy maslaklari taqozosi bilan jadid adabiyoti shakllandi. Binobarin, o'sha davrdagi iqtisodiy hayotda ma'rif, matbuot va turmush tarzida qaror topayotgan islohotchilik kayfiyati adabiyot va san'atni ham chetlab o'tmadi. An'anaviy yo'sindagi adabiyot o'rniga yangi zamonaviy adabiyot, yangi adabiy tur va janrlar, hatto yangi adabiy til shakllana boshladi. Publisistika, adabiy tanqid paydo bo'ldi. Barmoq vazndagi ijtimoiy ma'rifiy she'riyat, roman, hikoya, dramaturgiya maydonga keldi. Jadidchilik adabiyotining Behbudiy, Siddiqiy Ajziy, Abdulla Qodiriy, Hoji Mo'yin, Abdulla Avloniy, Hamza Hakimzoda, Cho'lpon kabi o'nlab namoyandalari yetishib chiqdi. Hatto an'anaviy adabiy shaklda ijod etgan Zavqiy, Nodim, Ibrat, Said Ahmad Vasli, Karimbek Kamiy, Xislat, Miskin, Avaz O'tar, Boyoniylar ijodida ham davr voqeligi, zamonaviy g'oyalar aruz vaznida o'z ifodasini topdi. Bular ham taraqqiyparvar yoshlar qatori ma'rifatparvarlik qarashlarini she'rga solib yoki maqola shaklida matbuot sahifalarida faol qatnashdilar.
Jadid adabiyoti ushbu harakat g'oyalarni aks ettiruvchi badiiy hodisa bo'libgina qolmadi, balki shu harakat zamirida tug'ildi. Uning maqsad va vazifalari taqozosiga ko'ra maydonga keldi. O'sha davr ma'naviy hayotiga ta'sir ko'rsatdi. Jadid maktablari xalqqa hamma narsadan burun ma'rifat tarqatish, zamonaviy ilm-fanni singdirish zarurligi haqidagi fikr jadidchilikning ma'rifatchilik faoliyatidagi eng asosiy maqsad edi. Jadid adabiyoti inqilobdan keyin birdaniga ko'p janrli adabiyot tarzida rivojlana boshladi. Jadid yozuvchilari she'riyatda ham, dramaturgiyada ham, nasrda ham, publisistikada ham birday muvaffaqiyat bilan qalam tebratdi. O'sha davrda publisistika umuman o'zbek adabiyoti uchun batamom yangi janr bo'lib, uning ilk namunalari o'zbek matbuotida 1900-yillardan keyingina paydo bo'lgan edi. Lekin bu sohadagi tajribalarning g'oyat kambag'alligiga qaramay, yangi o'zbek publisistikasi 20-yillarning boshida o'z rivojining eng yuksak cho'qqisiga ko'tarildi. Bu davriy publisistikaning o'sishi birinchi navbatda Abdurauf Fitrat, Abdulhamid Cho'lpon nomlari bilan bog'liq. Ular vaqtli matbuotda o'nlab maqolalar e'lon qildilar va ularda benihoya o'tkir ixtiros bilan, so'nmas bir jo'shqinlik bilan millat hayotining eng muhim masalalarini ko'tarib chiqdi. Bu masala albatta birinchi navbatda milliy ozodlik masalasi edi. Fitrat ko'plab maqolasida xalqning milliy ongini uyg'otishni istaydi. Unga o'zligini tanitmoqni orzu qiladi. Shu niyatda u bevosita millatga murojaat qiladi. Uning o'tmishi, buyukligi haqida gapiradi. Bu milliy qadriyatlardan iftixor qilish lozimligini uqtiradi. Jadidchilikning poydevori, tamal toshi usuli jadid maktabi edi. Zero yangi ma'noni beruvchi jadid istilohi kirib kelishining o'zi aynan yangi usuldagi maktablar bilan bog'liq. 1895-1910-yillar orasida Turkistonning Toshkent, Samarqand, Qo'qon kabi barcha yirik shaharlarda, qishloqlarda, Buxoro amirligi va Xiva xonliklarida o'nlab usuli saviya maktablar ochildi. 1903-yillardan jadidchilik matbuoti uchun maxsus darsliklar tuzila boshlandi. Lekin bu ishlar g'oyat qiyin kechdi. Biroq mustabid hukumat va mahalliy mutassiblarning qarshiligiga qaramay, jadidlarning sa'y-harakatlari bilan usuli jadid maktablarning tarmog'i kengayib bordi. 1917-yilda Turkistonda 100 ta jadid maktabi bo'lgan. Ulardagi o'qitish mollalar va musulmon ruhoniylar qarshiligiga uchrab turgan. Avval boshdanoq bu maktablar Yevropa maktablariga yaqin va ta'limni rivojlantirishga yordam beradi deb qaralgan. Lekin tez orada bunday yangi maktablar omma ongiga yangiliklar olib kirayotgani va yoshlarning savollari ko'payib ketayotgani, jumladan milliy ong uyg'onayotgani fahmlangan. Bunday maktablar dastlabki vaqtlarda hukumat ruxsatisiz ochila boshlagan edi. Keyin ularning ochilishi butun faoliyati to'la gubernatorlik nazoratiga o'tdi. Jadid maktablarning faoliyati endi nihoyatda og'ir kecha boshladi. Bir tomondan ulamolar usuli qadim tarafdorlari usuli jadid maktablariga qarshi turli-tuman bo'xtonlar uyushtirdilar. Muallimlarni esa hatto kofirlikda aybladilar. Xalq bolalarini bunday maktablardan qaytarishga harakat qildilar. Shu o'rinda Samarqandning Ulug'bek madrasasi jomeisida 5-6 ming namozxon o'rtasida mutassiblarning shoir va pedagog Sidiqiy Ajzi va Abduqodir Shakuriylarni kofirga chiqarishlarini, Mirmuhsin Shermuhammedov va Sufizodalarni sazoyi qilib o'z vatanidan quvg'in qilishlarini esga olish o'rinlidir. Mutassiblarning bunday xatti-harakatlari ikkinchi tomondan bundan ham dahshatroq kuch bo'lmish mustamlakachi ma'murlarning ta'qib va tazyiqlariga katta yo'l ochib berdi. Munavvar qori Abdurashidxon o'g'li siyosiy tashkilotlarning uzluksiz so'rovlariga javob berishga, do'q po'pisalariga, qamoqlariga chidashga majbur bo'ldi. Shuning uchun ham usuli jadid maktablarning taraqqiyoti va ko'lamining kengayishi, ayniqsa mustamlaka Turkiston o'lkasi sharoitida ancha og'ir kechdi. Jadidlar maslagining amalga oshishida maktablardan keyingi asosiy o'rinni matbuot egallaydi. Burungi o'zbek vaqtli matbuotining tarixi maqolasida Abdulla Avroniy 1905-1917 yillar davomida o'zbek tilida 23 ta gazeta va 8 ta jurnal chop etilgani haqida ma'lumot beradi. Jadidlar zamonida matbuotdagi haq so'zning kundalik hayotga, odamlarga, jamiyatga ta'siri kuchli bo'ldi.
vaqtli matbuot odamlarning ijtimoiy hayotida faol aralashmog'i va dunyodan boxabar bo'lmog'i uchun zaruratga aylandi. Dastlab gazetalar oyda bir bor bazur chiqdi. Asta-sekin haftalik va kunlik nashrlar shiddat bilan odamlar orasiga kirib bordi. Sahifalardagi maqola va ma'lumotlar ma'naviy ehtiyoj tusini oldi. Turkistonlik ziyolilar o'zlari gazeta chiqargunga qadar bir muddat Qrimga, Bog'chasaroyga ko'z tikishdi. Ismoil Gasprinskiyning tilda, fikrda, ishda birlik degan g'oyalariga havaslanib qarashdi. Jadidlar shu allomaning Tarjimon gazetasini o'qib, uning muxlisiga aylanishdi. 1906 yil 27-iyunda Ismoil Obidov muharrirligida birinchi o'zbek gazetasi Taraqqiy nashrdan chiqdi. Turkistondagi bu yangilikni ham birinchi bo'lib Tarjimon tabrikladi. Turkistonning bunday taraqqiyparvar bir gazetaga ko'pdan beri ehtiyoji bor edi deb yozdi. Biroq jadidlarning eng suyukli va to'ng'ich gazetasining umri qisqa bo'ldi. 20 soni chiqqanidan keyin Chor hukumati tomonidan yopib qo'yildi va muharriri qamoqqa olindi. Shundan keyin Munavvar qorining Xurshid, Abdulla Avloniyning Shuhrat gazetalari nashr bo'ldi. Biroq bu gazetalar faoliyati ham uzoqqa cho'zilmadi. O'z g'oyalari uchun naqadar foydali ekanini chuqur anglagan jadidlar gazetachilik jabhasida sa'y-harakatdan to'xtamadi. Tujjor, Osiyo, Samarqand, Sadoyi Turkiston, Sadoyi Farg'ona, Tirik so'z kabi gazetalar yonida Mahmudxo'ja Behbudiyning Oyna jurnali paydo bo'ldi. 1913-1915 yillarda 68 soni bosildi. Oyna jurnali o'z vaqtida juda yuksak bir obro'ga ega bo'ldi. Har bir o'quvchining suyukli jurnaliga aylandi. Mahmudxo'ja Behbudiyning nashri xuddi Tarjimondek ulkan va olamshumul bir missiyani ado qildi. Ma'rifat tarqatdi, odamlarni fikr tarbiyasiga o'rgatdi. Yangi paydo bo'lgan matbuot nashrlarni targ'ib, tashviq qildi. O'zbekiston matbuoti tarixida jadid ziyolilari nashr qilgan gazeta va jurnallar son sanog'i ko'p. Bir marta chiqib to'xtaganlari bor. Ularning ba'zilari o'z yo'l yo'rig'iga ko'ra jiddiy farqlanadi ham. Garchi o'zaro qarama-qarshi kayfiyatda bahslashadiganlari bo'lsa ham, ular oldiga qo'ygan maqsadlari nihoyatda ulug', niyatlari ezgu, qarashlari aniq va tiniq edi. Millatni uyg'otishlik ulkan vazifa ijrosiga bel bog'lagan edi. Jadidlar va ularning maktabi, ma'rifi, teatri, adabiyoti va matbuot. 1917-yilgi fevral o'zgarishi, Turkiston muxtoriyati, Oktyabr inqilobi kabi voqea hodisalar munosabati bilan Najot, Turon, Kengash, Ulug' Turkiston, Yurt, Hurriyat kabi nashrlar maydonga keldi. Yashasin Turkiston muxtoriyati kabi shiorlarni o'rtaga tashlab, ozodlik va hurriyatdan, tenglik va adolatdan so'z ochdi. Muhit girdobi va ziddiyatlar bois ularning ayrimlari tezda botqoqzor va uyumiqlar bag'riga cho'kib ketdi. Afsuski, sal o'tmay bu harakat bo'g'ib qo'yildi. Sobiq ittifoq davrida jadidchilik g'oyaviy, mafkuraviy jihatdan oqlanmadi. Jadidchilik adabiyoti taqiqlandi. Garchi 60-yillardan keyin bu harakat namoyandalarining ayrimlari adabiy doiralarda tilga olina boshlagan bo'lsa-da, ularga nisbatan umumiy taqiqlar o'zgarmay qolaverdi. Faqat mustaqillikdan keyingina bu borada tub o'zgarishlar uchun imkoniyat yaratildi. Hozirgi davrga kelib, birinchidan jadidchilik ijtimoiy siyosiy harakat sifatida e'tirof etildi. Uning xizmatlari tan olindi. Ikkinchidan, jadid adabiyoti milliy madaniyatning tarkibiy qismi sifatida baholanib, o'nlab kitoblar, turli asarlar nashr etilmoqda. Ko'plab xayrli ishlar amalga oshirilmoqda. Uchinchidan, keyingi yillarda asrlar davomida orzu qilingan, jadidlar ham intilib kelgan ezgu g'oyalar amalga oshmoqda. Yurtimizda yangi O'zbekistonni bunyod etish imkoniyati paydo bo'ldi. Hurmatli o'quvchilar, qadrli teletomoshabinlar, shuning bilan bugungi tarix darsimizni yakunlaymiz. Kelgusi darslarda ko'rishguncha sog', omon bo'ling.